چای خورد تو چرزکی دادامه دختر لبانش سرخ گل برین چی در دهانش سب سفت مین آواز برارد بلبل نی مثال رحمی ندارد بگو کی وصال آلوچه گلی بادم تو کلینکی دادم دادم شینه جای خورد تو چارزکی دادامه آلوچه گلی بادم تو کلینکی دادم دادم شینه جای خورد تو چارزکی دادامه چشمی تو گوخر ایفارات انبر تو زیبای من بهترین دختر ملخمی دل تو عاشقی من تو ابروی سیاه یار بیا بیا آلوچه گلی بادم تو کلینکی دادم دادم شینه جای خورد تو چارزکی دادامه آلوچه گلی بادم تو کلینکی دادم دادم شینه چای خورد تو چرزکی دادامه Ajoyib. Rahmat. Demak, e'tiboringiz markazda Sayxunobod tumani madaniyat bo'limi Joziba bolalar raqs dastasi bo'ldi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum quyoshli o'lkaning qadri baland bo'lgan insonlari. Bormisiz, omonmisiz? Biz esa xayrli kun dasturi to'g'ridan-to'g'ri efirdamiz. Bugun 27-yanvar haftaning seshanba kuni va biz boshladik. Albatta, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum mehrli yurtdoshlarimiz. Sog'misiz, omonmisiz? Bugungi kuningiz fayzli va barokatli boshlangan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz va kuningizning ikkinchi yarmini biz bilan boshlayotganingizdan bag'oyatda mamnunmiz. Ekran qarshisidan aslo uzoqlashmang. Xayrli kun dasturining ijodkorlari sizga eng go'zal sahifalarni tayyorlab qo'yishgan va to'g'ridan-to'g'ri efirdamiz. Bugun o'zining shaxsiy ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni samimiy muborakbod etamiz. Bugun bizda ham bayram. Nega deydigan bo'lsangiz, Mohinur, bugun Sirdaryo telekanalining serqirra ijodkori, ustozimiz Fayzul aka Bobodo'stni ham tug'ilgan kunlari. Ustoz, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Hamisha ishlaringizga muvaffaqiyat, oilaviy xotirjamlik tilab qolamiz. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Albatta, ustoz, tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Bugunga qarshi olgan yangi yoshingiz fayzli, barokatli bo'lib kelsin degan niyat va maqsadlar bilan bugungi dasturimiz mehmonlarini tanishtirsak nima deysiz? Marhamat Mohinur, tanishtirishingiz mumkin bugungi mehmonlarimizni. Albatta, bugun Guliston shahar Prezident maktabi informatika o'qituvchisi Orifjon Sobitov hamda ularning o'quvchilari Nodirbek Hakimov, Azizbek Boyxo'rozov, Asrorbek Abdujalilov bugungi mehmonimiz. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsizlar. Ko'rganimizdan xursandmiz. Kuninglar xayrli bo'lsin. Mana shu bizni ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun alohida tashakkur. Endi suhbatimizni boshlaymiz. Mohinur, albatta ushbu maktab hozirgi kunda viloyatdagi tajribali, o'zining o'rniga ega bo'lgan maktablardan biri hisoblanadi. Keling, birinchi bo'lib mana shu yigitlarni ustozi bilan suhbatimizni boshlasak. Umuman aytingchi, hozirgi kunda mana shu maktabda qancha bolalar tahsil olyapti va qancha pedagog ushbu bolalarga dars berib kelmoqda? Umuman u yerdagi sharoitlar, imkoniyatlar haqida biz bilan o'rtoqlashsangiz, marhamat. Hozirgi kunda bizning maktabimizda 165 ta bola tahsil olmoqda. Shulardan 25 ta o'qituvchi
dars berib kelmoqda va xorijlik o'qituvchilarimiz ham biriktirilgan. STEAM fanlari, ya'ni o'sha 5 ta asosiy fanimiz bor, STEAM fan deyiladi. O'sha fanlarda xorijiy ustozlar tomonidan mahalliy o'qituvchilar bilan birga darslar olib borilmoqda. Dastlabki bosqich haqida gapirsak, umuman olganda u yerga bolalar ta'lim olish uchun qachondan qabul qilinadi yoki imtihon jarayonlari qachondan boshlanadi? Demak, 4-sinfni bitirganda 5-sinfga o'tayotganda bizda o'sha agentlik tomonidan platforma ishlab chiqarilgan. O'sha platformaga o'quvchilar, ya'ni o'sha 4-sinfni bitirib 5-sinfga o'tayotgan o'quvchilarimiz o'sha dokumentlarni o'zlari nima deydi, yuklab o'sha ro'yxatdan o'tishadi va uni bir nechta kriteriyalar bor. Misol uchun matematika hamda tabiat fanlaridan baholari albatta 5 bo'lishi kerak va keyin o'sha agentlik tomonidan biriktirilgan mas'ul shaxslar ularning dokumentini ko'rib chiqib qabul qilishadi. Demak, o'ziga yarasha talablari bor. Talablari bor. Xo'p, yilning qaysi oyidan yoki qaysi choragidan boshlanadi qabul qilish jarayonlari? Qabul qilish jarayoni shu may oyining oxirlari, iyun oylarining boshlarida boshlanadi. To'g'ri, chunki 4-sinf o'quvchilari u paytda maktabni tamomlagan bo'ladi, ya'ni 4-sinfni tamomlagan bo'ladi. Kanikul vaqti boshlangan bo'ladi. Shu o'rinda Shahzod aka, bilasizmi, yana bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Ustoz va ularning yosh o'quvchilari yangi bir tanlovda ishtirok etishgan, ixtirochilikka qadam tanlovda faxrli o'rinlarni egallagan. Mana shu tanlov haqida birozgina bizga ham o'rtoqlasangiz, ma'lumot bersangiz, o'zi qanday tanlov o'zi u? Yosh iqtidorchilikka tanlovi bu o'sha agentlik tomonidan va Maktabgacha ta'lim vazirligimiz tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu yerda o'sha o'quvchilar o'zi loyihalari bilan boriladi. Loyihalarda ham o'sha bir nechta kriteriyalar mavjud. O'sha kriteriyalar bo'yicha o'sha loyihalarni qilib borilib, o'sha yerda hakamlar tomonidan baholanadi. Adashmasam, bu yigitlar o'sha tanlovda ishtirok etgan o'quvchilar. Va faxrli o'rinlarni olgan, adashmasam, 2-o'rinni olgansiz. O'zi bu tanlovga qatnashish g'oyasi qachon tug'ilgan? Bu g'oyaga qatnashish shu yilda o'quv yili boshidan qilingan va endi bu o'zi bizning o'quvchilarimiz u nafaqat yosh iqtidorchi, o'zlarini ham bir nechta g'oyalari, proyektlari bor. O'sha bo'yicha o'zlari muntazam ish olib borishadi. Keling, Mo'minur yigitlarni ham suhbatga chorlasak, mana shu tanlovning ishtirokchilari. Xush kelibsiz. Kayfiyatlar qanday? Yaxshi, rahmat. Xo'p, keling o'sha tanlovda ishtirok etganligingiz bo'yicha bizga taassurotlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz, qanday bo'ldi o'zi, qanaqa bosqich bo'ldi, nimalarni olib chiqdingiz u yerga? Avvalambor birinchi o'z maktabimizda bu boshlandi, maktab bosqichida edi. O'sha do'stlarimiz bilan o'zimiz maktabda faqatgina o'qishdan tashqari boshqa narsalarga ham juda ham qiziqardik-da. Masalan, dasturlash, biror bir narsalar yaratish. O'shanda bir kuni bizga ustozimiz aytib qoldilar. Mana shunday ixtirochilikka qadam degan tanlov bo'lyapti dedilar. Biz ham bunga juda ham qiziqdik. Bizda ya'ni ideya bor edi va o'zimizning ideyamizni yoritib chiqdik. Maktab bosqichida birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Endi albatta viloyat bosqichiga qattiqroq tayyorlanishimiz kerak edi. Albatta unchalik ko'p vaqt qolmagan edi. Bizni ham maktabda o'qishdan tashqari vaqt ajratishimiz kerak edi va shu vaqt o'zida o'sha bizni komandamizda uchalamiz birlashdikda, birgalikda ish yuritib, albatta ustozlarimizdan yordam oldik. Ustozlarimiz ham bizga juda ham yordamlashdilar. Masalan, bizga sharoit yaratib berdilar o'shaning uchun. Va albatta shunday tayyorlanib, viloyat bosqichiga bordik. Albatta biroz hayajon bo'ldi, lekin vaholanki ko'rib turibsiz, mana shunday o'rinlarni qo'lga kiritdik. Bundan juda ham xursandmiz. Endi xudo xolasa respublika bosqichiga chiqsak, u yerda ham mana shunday faxrli o'rinlarni qo'lga kiritamiz deb umid qilamiz. Respublika bosqichida nechinchi o'rinni egallashni oldilaringizga maqsad qilyapsizlar? Xudo xolasa respublikada top 3 ga kirishni niyat qilyapmiz. Birinchi o'rin bo'linglar. Biz tilakdoshimiz. Umuman olganda mana shu sizni ixtirolikka qiziqishingiz, ixtiro qilishingizga qiziqishingiz qachondan boshlangan? Yoshligingizdanmi yoki yaqin oradami? O'rtoqlashing shu bilan. Shaxsan o'zim aytaman,
men o'zimni misol qiladigan bo'lsam, yoshligimdan o'zi biror narsalar yaratishga qiziqardim. Masalan, maktabga borishdan tashqari, maktabda masalan mehnat darsi bo'ladi-ku, o'shanda ham biror qog'ozdan narsalar yasash bo'ladi. O'shalarni oxirgacha yasamaganimcha sinfdan chiqib ketmasdim masalan. O'shanda qilib prezident maktabiga kirganimdan keyin ham dasturlashga ham qiziqishim bor edi. Dasturlashga qiziqishim so'nmadi. Men o'zimga ham o'sha o'rtoqlar topdim, ular bilan birgalikda suhbatlashib, o'zimning bilimlarimni ulashib va ular bilan birgalikda mana shunday loyihalarni qilishga kirishdik. Haqiqatan ham texnologiya davrida yashayapmiz. Yoshlarning texnologiyaga qiziqishi bu tabiiy hol, chunki 21-asr bu globallashuv davr va bu esa mana shu ularning viloyat bosqichida qaysidir ma'noda omadlari kelib, respublika bosqichiga yo'l olishlaridan darak desak adashmagan bo'lamiz. Hozirgi yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar ularning omadi desak adashmagan bo'lamiz. Va Shahzod aka, bilasizmi, aynan shu sahifa haqida, aynan omad haqida bizda sahifa bor. Keling, hozirgi sahifamizni birgalikda tomosha qilsak, nima deysiz? Men qarshi emasman. Teletomoshabinlar, marhamat. Demak, navbatdagi, ya'ni dastlabki sahifamiz bu omad haqidagi sahifa. Tomosha qilamiz. Nega bir xil sharoitda kimdir omadli bo'ladi, kimdir esa yo'q. Bizga omadni doim shunday o'rgatishgan. Lavoziming qancha yuqori bo'lsa, oylik maoshing katta bo'lsa, demak sen omadlisan. Lekin hayot ko'rsatyaptiki, bu o'lchov hammani ham har doim ham baxtli qilmayapti. Bu video omadini kutayotganlar uchun emas, bu video omadni yaratishga tayyor bo'lganlar uchun. Omad va omadsizlik. Savol: omad kimgadir nasib qilgan baxtmi yoki kimdir yaratgan natijami? Ko'pincha vaqtim kelmadi, sharoit yo'q, omad kulib boqmadi deyshadi. Ammo shu paytda, shu sharoitda kimdir omadni yaratyapti. Nega? Chunki haqiqiy omad osmondan tushmaydi. U sukutda qilinadigan tinimsiz mehnatdan, ko'rinmas intizomdan va hech kim qo'llab-quvvatlamaganda ham to'xtamaslikdan keladi. Omad haqida fikr yuritganda biz ko'pincha bir xatoga yo'l qo'yamiz. Biz uni tasodif yoki kimgadir nasib qilgan baxt deb hisoblaymiz. Uni o'zimizdan uzoqda deb o'ylaymiz. Lekin omadli deb aytilgan insonlar o'zini omadini oddiy intizomdan deb hisoblaydi. Yana bir savol: nega bir odam 10 yil harakat qilib natijaga yetadi, boshqasi esa 1 yilda? Farq iqtidorda emas, farq yondashuvda. Omad kelmaydi, u yaratiladi. Omad formulasi. Haqiqiy omad 4 ta ustunga tayanadi. Birinchisi intizom, ikkinchisi growth mindset, ya'ni harakatdan to'xtamaslik, uchinchisi muhit va faqat oxirida tasodif. E'tibor bering, tasodif eng oxirida. Masalan, siz o'zingiz uzoq orzu qilgan katta maoshli, yaxshi lavozimdagi ishni sizga taklif qilishdi. Bu omad. Lekin siz o'sha lavozimda ishlash uchun til bilish ko'nikmasi yoki kasbiy mahoratingiz yetarli emas. Demak, omadingiz keldi, lekin undan foydalanish uchun siz yetarli ko'nikmaga ega bo'lishingiz kerak. Omad yaratiladi. Omad tanlanganlarga emas, tayyorlanganlarga keladi. Va yaxshi xushxabar, tayyorlanish hammaning qo'lidan keladi. Xulosa o'rnida. Omadli insonlar har kuni qahramonlik qilmaydilar. Ular har kuni bir vaqtda ishlarini boshlashadi. Charchagan bo'lsa ham to'xtamaydi. Xatolik va to'siqlarga qaramasdan o'z maqsadlari sari dadil qadam tashlaydilar. Haqiqiy omad aynan shu yerda boshlanadi. Dasturimiz davom etadi. Navbatdagi mana shu omad haqidagi sahifamizni tomosha qilib oldingiz. Endi esa suhbatimizni davom ettiramiz. Hop, keyingi o'quvchimizga yuzlanmoqchiman. Sizning qiziqishlaringiz nimalardan iborat? Yoki siz ham ixtirolarga qiziqasizmi? Umuman olganda ixtironi o'rganish uchun adashmasam fizika va matematika fanlarini juda puxta o'zlashtirish kerak. Shunday, biz o'tgan yil nima topshirganmiz? Biz IGCSE degan chet ellik sertifikat topshirganmiz. U Cambridge sistemasida bo'lib o'tgan va u yerda ham matematika va fizika bo'yicha topshirganmiz, lekin muvaffaqiyatli a'lo baholarni qo'lga kiritganmiz. Biz u yerda A-star, ya'ni 5+ va A, ya'ni 5 baholari qo'lga kiritganmiz va bundan tashqari biz faqat matematika, fizika bilan cheklanmasdan biz tabiatga ham e'tibor qaratganmiz. Nimaga?
chunki hozirgi kunda daraxtlar kesilishi keskin oshib bormoqda. Bundan tashqari Toshkentda, poytaxtimizda va O'zbekistonda havoni ifloslanishi yuz bergan. Buni oldini olgan holatda biz o'zimizni proyekt bilan yuzlandik ixtirochilikka qadamga va bizning maqsadimiz nima edi? Biz odamlarni birlashtirgan holda daraxtlarni yurtimizga ko'proq ekishni maqsad qildik va bunda yashil makon dasturiga ham yordam bermoqchi bo'ldik. Mo'minur, bilasizmi, ajab emas, hozir oldimizda kelajakdagi Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musklar o'tirgani. Men ishonaman, bu yigitlar ham mana shu insonlar kabi dunyoda o'zining o'rniga ega bo'lgan bir qaysidir kompaniyalarning asoschisi, texnologiya davrining eng zo'rlari bo'ladi degan umiddaman. Bularning fikrlari, ularning qiziqishlari ko'zlarda bilinib turibdi, yonib turibdi. Keling endi ustozga yuzlanmoqchiman. Objon aka, ayting-chi, aynan ushbu o'quvchilarni qaysi yangi metodikalar tomonlama dars jarayonlarini o'tkazyapsiz hozirgi kunda? Qanday yondashuv orqali? Bu yerda faqat meni hissam emas, jamoat hissasi. Bizda misol informatika fani o'qituvchilari hamda o'sha boya aytib o'tganimizdek chet ellik fan o'qituvchilari mavjud va darsdan keyingi dasturlash to'garagi mavjud. Hammaga misol uchun ularga o'qituvchilar biriktirilganda va u hamma misol uchun biriktirilgan o'qituvchilar o'zi misol uchun bo'layotgan yangiliklardan kelib chiqib dars o'tilyapti. Endi biz ko'proq hozirgi kunda sun'iy intellektga misol davlatimiz rahbari ham ko'p urg'u beryaptilar. O'sha sun'iy intellektdan foydalangan holda va o'sha zamonaviy o'sha metodikalardan foydalangan holda bolalarni qamrab olib o'rgatyapmiz. Xo'p, chet ellik o'qituvchilar haqida to'xtalib o'tdingiz. Qaysi chet el o'qituvchilar dars beradi? Qayerlik? Bularga informatika fanidan Angliyadan Mr. Muhammed dars o'tadilar. Informatika fanidan. Matematika fanidan Filippinlik oila kelgan. Ular dars o'tadilar. Keyin kimyo hamda biologiya fanlaridan o'sha bittasi pokistonlik, bittasi o'sha Yevropa davlatlaridan kelishgan. Shu o'rinda bir savol, shu chet ellik o'qituvchilarni o'zbek yigitlari, o'zbek o'quvchilarga bo'lgan taassurot qanday? Taassurotlari ko'p, ayniqsa mana Filippinlik ustozlar bilan ko'p gaplashamiz. Ular nafaqat bizni o'quvchilarimizni hamda yurtimizda olib borilayotgan siyosat haqida ham juda ko'p iliq fikrlar bildirishadi. O'zbekiston bu ketishda, xudo xohlasa, endi bu ketishda kelajakda reytingi oshib ketadi, yaxshi ketyapti, prezidentlaringiz yaxshi siyosat olib boryapti deb Filippinlik ustozlar ko'p aytadi. Hamda Mr. Muhammed va informatika fani o'qituvchisi bo'lganimiz uchun ko'p gaplashganimiz uchun ular ham shu ko'p so'zni ko'p aytadilar. Chunki Angliyadan kelganlar, rivojlangan davlatdan kelganlarda ham bizga kelishdan oldin Dubayda dars berganlar. Ular taqqoslab O'zbekiston yoshlari agar shu tizimda ketsa yuqori natijalarga, pog'onalarga erishadi deb ko'p marotaba aytishadi. Yigitlar, umuman olganda hozirgi kunda mana shu ixtiro yoki fanlar bilan shug'ullanyapsiz. Shu o'rinda tilni ham menimcha chetda qoldirmayapsiz. Xorijiy tillarni. Ingliz tili, rus tili, yana qo'shimcha tillar, darslarda menimcha chet tilida dars o'tilsa kerak, shundaymi? Va o'quvchilarimizni IELTSdan reytinglari baland. Demoqchimanki, yana qo'shimcha tillarni o'rganish jarayonlari ham bo'lyaptimi o'quvchilarimizda? Bizga chet tillari o'rganishga hojat yo'q, chunki men nima demoqchiman, hozir bizni sistemamiz, o'qish sistemamiz ikkiga bo'lingan. Cambridge sistemasi va o'zimizni O'zbekistonning o'qish sistemasi. Cambridge sistemasidagi bo'lgan 5 ta fan, matematika, fizika va scientific fanlar to'liq ingliz tilida o'tiladi va biz bemalol ularni tushunamiz. Demak, hojat yo'q. Darslarda o'zi xorijiy demak tillarda o'qitiladi. Va darslarda
ikkita o'qituvchi dars bersa kerak, shundaymi? Mahalliy va chet ellik o'qituvchilar dars berishadi bular. Yigitlar, yana sizlarga bir savolimni yuzlamoqchiman. Sizlar o'sha ilm fan bilan, o'sha o'qish bilan bo'lib, bo'sh vaqtingizda nimalar bilan shug'ullanasiz yana qo'shimcha? Menimcha, ilm fan bilan shug'ullangan insonlarda bo'sh vaqt bo'lmaydi. Lekin shunday bo'lsa ham inson o'zi uchun motivatsiya olish uchun, hozir zamonaviy tilda aytgan yoki kuch olish uchun qanday bir mashg'ulotlar, qanday bir qo'shimcha bir ishlar bilan shug'ullanasiz? Bizning maktabimizda har xil aktivitelar, ya'ni misol uchun sport turlari o'yinlari bor. Misol uchun voleybol, basketbol kabi sport o'yinlari o'ynasangiz bo'ladi. Undan tashqari madaniy hordiq sifatida shaxmatni ham o'ynashadi bolalar. Endi asosan biz ixtirochilikka qadamga qatnashayotganimiz uchun biz hozirgi kunda aynan shu proyektimizni bo'sh vaqtimizda qilamiz. Men o'zim shaxsan aynan mana shu bo'sh vaqtimda proyektimni qilishdan zavqlanaman. Aha, mana shu loyihani yaratishda qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Aytib o'tilgandek, biz aynan vaqt muammosi ancha qiynaydi. Sababi biz SAT va IELTS degan sertifikatlarni olishimiz majburiy hisoblanadi va undan tashqari biz bu yil ES degan Cambridge universiteti tomonidan Cambridge universiteti kurrikulum bo'yicha o'tiladigan sertifikatni olishimiz kerak va bunga tayyorlanish mobaynida biz juda ko'p vaqtimizni aynan shu imtihonga sarflaymiz tayyorlanishga. Shuning uchun bu birinchi muammo. Keyin ikkinchi muammo, biz proyekt qilayotgan mobaynimizda aynan biz bir-birimizni qilayotgan proyektimizdagi kodimizni bir-birimizni yaxshi tushunmay qolganmiz. Ya'ni sababi biz hammamiz birinchi alohida ishlab ketayotgan bo'lganmiz, keyin oxirida qo'shib ketayotganda proyektni sal muammolar bo'lgan shunda. Birlashgansizlar shunday. Demak, kuch birlikda deb bekorga aytishmaydi-da. Ilm haqida gap ketganda, bo'lganda o'sha kitob ko'z oldimizga keladi. Hozirgi sahifamiz esa kitob sahifasi, kitob haqida sahifa. Shu kitob sahifasini tomosha qilsak-da, keyin esa yana dasturimizni davom ettirsak. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan ko'pincha e'tibordan chetda qolayotgan, ammo inson hayotini tubdan o'zgartira oladigan bir mavzu haqida suhbatlashamiz. O'ylab ko'ring, biz kun davomida qancha vaqtni telefon ekraniga sarflaymiz va qancha vaqtni o'z fikrimizni boyitishga ajratamiz. Axir insonning dunyo qarashi, nutqi va qaror qabul qilish qobiliyati aynan o'qish orqali shakllanadi. Kitob bu shunchaki qog'ozga tushirilgan so'zlar emas. Bu avlodlar tajribasi, hayot saboqlari va inson tafakkurining mahsulidir. Har bir sahifa o'quvchini fikrlashga undaydi. Savollarimizga javob topishda yordam va hayotga boshqacha nigoh bilan qarashni o'rgatadi. Mutolaa qilgan insonning so'z boyligi kengayadi, fikri teranlashadi va nutqi ravonlashadi. Bugungi raqamli asrda axborot juda tez tarqalmoqda, ammo tez olingan ma'lumot har doim ham to'g'ri emas. Kitob esa insonni shoshmasdan o'ylashga, tahlil qilishga va xulosa chiqarishga o'rgatadi. Aynan shu bilan tafakkurni charxlaydi va mustaqil fikrlashni shakllantiradi. Mutolaa inson ruhiyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kitob o'qigan paytda inson kundalik tashvishlardan biroz uzoqlashadi, ichki osoyishtalikni topadi va ruhiy muvozanatini tiklaydi. Ayrim asarlar insonni sabrli bo'lishga, boshqalarni tushunishga va hayotni qadrlashga undaydi. Endi savol tug'iladi. Kitob o'qishga vaqt yo'qmi yoki istak yetishmayaptimi? Endi savol tug'iladi. Kitob o'qishga vaqt yo'qmi yoki istak yetishmayaptimi? Aslida esa kuniga atigi 15-20 daqiqa mutolaa qilish ham katta natija berishi mumkin. Muhimi bu odatni muntazam davom ettirish va kitobni hayotning bir qismiga aylantirishdir.
Xulosa qilib aytganda, kitob insonning eng sodiq ustozidir. U jim turib ham tarbiyalaydi, savol bermay turib ham o'ylantiradi, jimgina insonni yuksaklik sari yetaklaydi. Kitob bilan do'stlashgan jamiyat esa har tomonlama yetuk, ongli va ma'naviy boy insondir. O'zbegimning sho'x navosi ko'p, san'atining ey shaydosi ko'p, shinavanda ham fidosi ko'p. O'ynar qo'lin qo'yib yelkasiga, o'ynang Andijonning to'lkasiga. Kuy yarashar o'lkasiga, o'ynar Andijon to'lkasiga. Qo'lni qo'yib yelkasiga, o'ynar Andijon to'lkasiga. Dardlaringiz surib qo'ying, shodlik sari yurib qo'ying. Dardlaringiz surib qo'ying, shodlik sari yurib qo'ying. Davraga bir turib qo'ying, o'ynang Andijon to'lkasiga. Davraga bir turib qo'ying, o'ynang Andijon to'lkasiga. Kuy yarashar o'lkasiga, o'ynar Andijon to'lkasiga. Qo'lni qo'yib yelkasiga, o'ynar Andijon to'lkasiga. Diyorimga kuy yarashar, to'y ustiga to'y yarashar. Diyorimga kuy yarashar, to'y ustiga to'y yarashar. 7 yoshmi 70 yashar, o'ynang Andijon to'lkasiga. 7 yoshmi 70 yashar, o'ynang Andijon to'lkasiga. Kuy yarashar o'lkasiga, o'ynar Andijon to'lkasiga. Qo'lni qo'yib yelkasiga, o'ynar Andijon to'lkasiga. San'atimiz durdonasi, sho'x qo'shiqlar durdonasi. San'atimiz durdonasi, sho'x qo'shiqlar durdonasi. Orif Garmon taronasi, o'ynang Andijon to'lkasiga. Orif Garmon taronasi, o'ynang Andijon to'lkasiga. Kuy yarashar o'lkasiga, o'ynar Andijon to'lkasiga. Qo'lni qo'yib yelkasiga, o'ynar Andijon to'lkasiga. Oshiq dilda cho'g' bo'lsin, ko'zlarida o't bo'lsin. Oshiq dilda cho'g' bo'lsin, ko'zlarida o't bo'lsin. Qadamlarim sho'x bo'lsin, o'ynang Andijon to'lkasiga. Qadamlarim sho'x bo'lsin, o'ynang Andijon to'lkasiga. Kuy yarashar o'lkasiga, o'ynar Andijon to'lkasiga. Qo'lni qo'yib yelkasiga, o'ynar Andijon to'lkasiga. Tashakkur. Sayxunobod tumani madaniyat bo'limi Joziba bolalar raqs dastasiga alohida tashakkur. Ularning ustozi Nargizaxonga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz bugungi hamkorlik uchun. Go'zal bizga harorat, yuqori kayfiyatni taqdim etganliklari uchun. Ularga esa omad yor, muvaffaqiyat tilagan holda dasturimizni davom ettiramiz. Xo'p, umuman studiyamizda mana shunday ko'tarinki kayfiyat va go'zal raqslar bo'lishini biz teletomoshabinlarimizga va'da bergan edik va bu va'damizni ustidan chiqyapmiz desak adashmagan bo'lamiz.
dasturimizni davom ettiramiz va yana bir mehmonlarimiz yuzlanamiz. Hali studiya ortida yana bir navbatdagi mehmonimiz bizni kutib turibdilar va hozirgi savolimiz esa, ya'ni suhbatimiz aynan mana shu yigitlar kelajakda qaysi kasb egallashlari menga juda ham qiziq. Marhamat. Ayni hozir masalan o'sha kelajakda egallamoqchi bo'lgan kasbimizga oid fanlarda o'qiyapmiz. Masalan, men fizika, matematika va kompyuter science, ya'ni informatika deyiladi. Shu fanlarda o'qiyapman va kelajakda niyatim bor. Dasturiy ta'minot injeneri bo'lish niyati bor. Albatta, zamon o'zgarib bormoqda, texnologiyalar va bular tubdan o'zgarib bormoqda. Albatta, shunday gaplar bo'lishi mumkin. Masalan, ayni hozirgi vaqtda AI, ya'ni artificial intelligence deydi. Bu mana shunday kasblarga ham xavf solib qo'ymaydi degan gaplar bo'lishi mumkin. Lekin men albatta bularga qarshi chiqmayman va o'z yo'limda davom etaman. Izlanishni to'xtamayman. Masalan, AI sohasida ham balki yetishim mumkin bo'ladi. Va albatta o'qishlarni hech qachon to'xtatmasdan izlanishda davom etaman. Albatta omad tilab qolamiz. Sizchi? To'g'risini aytsam, men yoshligimdan juda robototexnika faniga qiziqqanman. Hozir 5-sinfdan to 10-sinfgacha bizning maktabda robototexnika to'garaklari bo'lib o'tadi va unda hozirgacha qatnashib kelyapman va shu qiziqishlarimni birlashtirgan holda kelajakda mexanik injener bo'lmoqchiman. To'g'ri, software injener bo'lish ham qaysidir ma'noda bir odamga zavq beradi, lekin men o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, men uchun nimanidir yasash, nimanidir barpo etish bu ko'proq zavq beradigan xislat. Yigitlar, shu o'rinda yana bir savol bermoqchiman. Siz kabi ixtirochi bo'lishni niyat qilgan tengdoshlaringizga qanday maslahat berasiz? Marhamat. Marhamat. Hozirgi kundagi yoshlarga biz maslahat berardikki, ular ko'proq o'rganishlarini va izlanishlarini, hozir sun'iy intellekt degan bilamizki, kashfiyot chiqqan, undan to'g'ri maqsadlarda foydalanishni. Hozirgi kunda yoshlar undan xohlagan narsasidan foydalanishyapti, lekin bu narsani men xato deb o'ylayman. Sababi ularning fikrlashini ancha bu sun'iy intellekt tushiradi. Undan ko'ra sun'iy intellektni ularga o'qituvchi sifatida ko'maklashtirsa yordam bo'ladi deb o'ylayman. Asosan ishlarni o'zlari amalga oshirishsa zo'r bo'ladi. Albatta, har bir narsadan to'g'ri foydalansak, u bizga ijobiy tomonlama yordam beradi deb o'ylayman. Ustoz, sizning fikringiz qanday? Hozirgi yoshlarga, misol men 5-sinfdan dars o'tsam, lower secondarydan o'tsam, ularga asosan ko'proq endi kasbiga kelib chiqib va psixologiyasi o'rganiladi. Agar ko'proq iqtidorchilikka bo'ladigan bo'lsa, coding, ya'ni programming ga qiziqishini tavsiya qilaman. Baribir AI rivojlanib ketgan sari, misol uchun frontend qismiga yordam bergani bilan backendda baribir AI sal qiynaladi. Baribir u yerga inson omili kerak bo'ladi. Inson omili kerak bo'lgandan keyin unga baribir koddan xabari bilish kerak bo'ladi. Shuning uchun hozirgi mana shu robototexnika yoki boshqa shunga o'xshash sohalarga qiziqayotgan yoshlarga kodingni o'rganishni tavsiya qilaman. Rahmat. Qaysi kasb egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar sizlarga muvaffaqiyat tilaymiz, omad tilaymiz. O'ylaymanki, kelasi dasturda siz respublika bosqichida g'olib bo'lib kelasiz va u yerda suhbatimizni ushbu dasturda davom ettiramiz. Albatta. Rahmat va endi esa Mohinurxon. Bizning navbatdagi sahifadan multfilm o'rin olgan. Bilasiz, Bek va Lola degan multfilmimizni har galgi demak ko'rsatuvlarimiz sonida taqdim etib boryapmiz. Bu gal ham ushbu multfilmdan aslo uzoqlashmaymiz. Marhamat, ekran qarshisidan uzoqlashmay birgalikda tomosha qilamiz.